Onam siz faqat qiz tug'asiz deganlar. Yo'q, qaynanangiz menimcha qizlarning sarasini ko'rmaganlar. Qizlar jigarjon bo'ladi, qizlar oqibatli bo'ladi. Otam, onam, ukam, singlim, opam qilib borib titraydigan bo'ladi. Meni qaynanam 60 ga chiqqanlar, jigarlarning ustida titraydilar. Men ham shunaqaman, opam ham shunaqa. Qattasiz opa. Opam boshiga nimadir tushsa, sirrazi menga telefon qiladi. Qaynanam opa singlari bilan shunaqa ahilli. Men to'g'risini aytaman, aka-ukani ahilini juda kam ko'rdim. Opa singillar bor, dushmanini kamdan kam ko'raman. Qizlar otam, onam, opam, akam, ukam nima bo'lsa bor, oilasiga yopishadi. O'zini jigarlarini, o'zini oilasini hech kimga xafa qildirmaslikka harakat qilishadi. Qiz farzand emasmi? Men har doim aytaman, Alloh menga 100 ta qiz bersa ham rozi edim. Qizim bitta bo'lib qoldi deyman. Xudo xolasa navaralarim 10 ta, 20 ta, 100 ta navara qiz bersa ham men roziman. Qizlar boshqacha bo'ladi.